Yomon qaraga, voy, men gapira. Birdaniga bizni ko'rib hamma gapira olmaydi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, Sevara opa, qandaysiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Savdo qalay bo'lyapti? Rahmat. Yaxshi bo'ladi. Odamlardan ustingizdan shalim uchdi eshitdingizmi? Men ustimdanmi? Yo, men hazillashmayapman. Bilasizmi sabab nima deyishyapti? O'z Sevara opadan bitta olingan narsani olgandan keyin qayta keladigan bo'lib qolyapti odamlar mijoz o'qib. Siz nimadir qo'shyapsiz-da, shu retseptingizda nimadir bor, mehr nimadir. Retsept yaxshi kayfiyat. Xo'p. Hamisha tabassum, muomala va kelishuv. Shogird olmaysizmi? Keling men bilan birga. Yo, rost-a? Reklama o'zimizdan. Qangalar sindiramiz deydi. Men bozorda savdo qiladigan opalarning kayfiyati planga bog'liq bo'ladi deydi. Albatta. To'lmay qolsa nima alamingiz olasiz? Yaxshi kayfiyat bu baraka. Yo, mana to'lmay qoldi deylik plan. Jahl chiqadi. Albatta zo'r xariddan. O'zi plan bo'ldi, lekin nimadir sotib olasiz? O'zimga sovg'a, albatta. Inson o'zini sevishi kerak, hamma sevishi uchun. Yana, ko'rdinglarmi azizlar? Bu menimcha siz yolg'izmisiz bunaqa layfhack qiladigan. Yo'q. Bu ayollarga bor berilgan bu tug'ma talant deydi ku. To'g'ri. Men bitta fakt o'qidim-da. Mana ayollar o'zini pulini turmush o'rtog'i pulini maza qilar ekanmish. Albatta. Nima qildingiz? Sochlari to'kilib oqarib ketibdi. Chiroyli ayol bilan yashash oson emas, albatta oqaradi. Albatta. Samatsenka hamisha yuqori bo'lish kerak. Bor ayb to'kib qo'ydingiz. Mana savolda mana qarang, nimaga soch to'kiladi, nima oqaradi deysiz. Nimaga har bitta to'yga gashdakka yangi ko'ylak kiyishinglar shartlar? Hamisha mana bahor fasli, yoz fasli, har bitta faslda yangilik bormi? Ayolim shu faslda. Bu erkaklar o'lsin ekanda, erkaklarga fasl aloqasi yo'q ekanda. O'sha kiletga rubashka xabrata to'yga ham o'zi kiyovligiz siz sepiz bilan kelgan o'sha ham to'yga nima bilasiz? Mana kameraga qarab, qarang mana hozir kameraga qarab. Pochchamga turmush o'rtog'im mana sevgilingizga, yigitingizga nima gapingiz bor? U insonga gap yo'q aslida. U inson har tomonlama. E'tiborlik, mehribon, xushchaqchaq. Ana ko'rsatuvimiz nomiga mos keladimi bunchalar zo'rsan? Ana. Mos keladi. Точно, menga atab kelibsiz. Xo'jayinim bilan birga. Sevgi bu sevgi, azar berguvchi. Bunchalar zo'rsizlar deydi. Bunchalar zo'r. Bo'layotgan bo'lsalar, so'zingiz oxirida Adajonsiz, men sizni sevaman. sog' bo'ling. Bunchalar zo'rsan 1 2 3. Bunchalar zo'rsan.